O'rtoqlar, bilasizlar, blogerlikni boshlaganimdan beri bitta iPhone ishlatardim. Afsus, telefonim o'z-o'zidan qizib yonib ketdi. Yo'q. Uzr aka, hozir bitta shu kadr sinab olaylik aka buni. Iloji bo'lsa, pastda shu karta raqamlar qoldiraman. Qo'lingizdan kelguncha yordam bersanglar, bir iPhone'imni olib, ijodim davom ettirardim. A few moments later. O'rtoqlar, tabriklasanglar bo'ladi. Men 19 yoshimda O'zon X avtomobilimga ega bo'ldim. Eng muhimi, Unbox do'kondan yonib ketmaydi, qizib ketmaydi. Asosiysi 1 yil kafolat bilan 16 Pro Max'ni xarid qildim. O'rtoqlar, buni hammasi hazil edi, lekin siz 4.8 ming so'mgacha bo'lgan smartfonlarni birgina pasport evaziga xarid qilishingiz mumkin. Eng asosiysi 1 yil kafolati, ya'ni yonib ham ketmaydi. Bu videoni shunaqa telefonni yonib qizib ketadigan tanishlarga yuborib qo'yinglar.